Ko'rmagunimcha ishonmayman degan fraza bor-ku. O'shani noto'g'riligini hozir sizga isbotlayman. Flamingoni bo'yniga chizib qo'yilgan X ga yaxshilab qarab turamiz. Faqat oxirigacha qarab turing. 1 sekundga ko'zingizni olsangiz ham eksperiment shundoq buzilib ketadi va videoni boshdan ko'rishingizga to'g'ri kelib qoladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, papugay pushti rozovoy rangga bo'yalgan, a flamingo bo'lsa yashil rangda. Eksperimentning eng qiziq joyi shundaki, hozir men rasmdagi ranglarni shundoq olib tashlayman va miyangiz mana rasmdagi ranglarni o'zi to'g'rilab qo'yadi. To есть flamingolar tabiatda o'zi pushti bo'ladi. O'shaning uchun hozir rang olib tashlagandan keyin ko'zingiz flamingoni pushti ko'radi. To'tini bo'lsa yashil ko'radi. Chunki asnonom endi to'tilar yashil bo'ladi. Eng qizig'i o'sha aytganimdek rasmda umuman rang qolmagan paytda sizga shunaqa ko'rinadi. Vaqtdan bo'lib qoldi. Давайте eksperimentni eng qiziq joyiga o'tamiz. 3 2 1. Mana ko'rib turgan rasmingizda hozir umuman rang qolmadi. Rang yo'q. Lekin miyachingizni o'zi shu rasmni rangga to'ldirib qo'yapti.